Agar ko'zlaringiz tiniq ko'rishni xohlasangiz, ko'rish qobiliyatingizni oshirishni xohlasangiz, sizga shirin tabiiy retsept aytib o'taman. Buni saqlab qo'ying, kerakli odamlarga yuborib qo'yasiz. Sizga nafaqat ko'rish qobiliyatini qo'llab-quvvatlaydigan, balki jigarni ham ehtiyotkorona yaxshi tozalaydigan retsept aytib o'taman. Bizga buning uchun sabzi kerak bo'ladi, limon kerak bo'ladi, asal kerak bo'ladi. Birinchi navbatda ikkita sabzini yirik qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Bitta katta limonni urug'larini olib tashlab, maydalab to'g'rab olamiz. Bularni hammasini bitta stakan asalga qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Asal albatta toza asal bo'lishi kerak. Yaxshilab aralashtirib bo'lganlaridan keyin bu qorishmani ustini yopib qo'yib, muzlatgichda 10 kun saqlanadi. 10 kun saqlangandan keyin har kuni kuniga 3 mahal bitta kichkina qoshiqda ovqatdan oldin yeyiladi. Bu vitaminli miksimiz ham tabiiy, ham mazali, ham ko'zlarimiz uchun tiniq bo'ladigan, foydali bo'ladi. Agar ma'lumotlarimiz sizga yoqqan bo'lsa, foyda keltirgan bo'lsa, tarqatib qo'yasizlar. Ko'proq odam foydalansin, bizga shunisi foyda. Bitta layklaringizni bosasizlar, tarqaladi, ko'pchilik ko'rsa foyda. Yana ham qiziqarli ma'lumotlar Telegram kanalimizda va sahifamizda berib boriladi. A'zo bo'lib qo'yinglar. Salomat bo'lasizlar.